Bugun shuningdek, Prezidentimiz raisligida hududlarning turizm salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlat rahbarining e'tibori va tashabbuslari sabab turizm rivojining yangi davriga qadam qo'yildi. Andijon, Jizzax, Navoiy, Surxondaryo, Toshkent viloyatida bittadan, Qashqadaryoda 2 ta, Buxoroda 3 ta turizm qishlog'ini tashkil qilish ustuvor vazifalar etib belgilandi. Qashqadaryo viloyatida ham so'nggi yillarda turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda yaratilgan imkoniyatlar natijasida joylashtirish vositalari 81 tadan 358 taga va ulardagi o'rinlar soni 6,5 mingtaga hamda tur operatorlar soni 53 taga yetdi. Shu bilan birgalikda o'tgan yilda umumiy qiymati 600 milliard so'mlik 45 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Turizm va yondaj sohalarda 2200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilda 26 kilometr uzunlikdagi 13 ta ko'chada 250 ta xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushiriladi. Shahrisabz Toshkent yo'nalishida 20 kishilik samolyotlar harakati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, kelgusi oydan boshlab Ater 72600 rusumli havo kemalari aviaqatnovi yo'lga qo'yiladi. Xorijdan keladigan turistlarimizni oqimini ko'paytirish bo'yicha ishlar jadalligi bilan olib borilyapti. Xitoy, Rossiya, Yevropa davlatlaridan, arab davlatlaridan turistlarni jalb qilish bo'yicha o'zimizni dasturimizni qabul qilganmiz. Viloyatimizda ekoturizmni rivojlantirish uchun qulay imkoniyat bor. Yana bir yo'nalish 81 ming gektar hududga ega Hisor davlat qo'riqxonasini 2 ming gektar qo'riqlanma zonasida ekoturizm obyektlariga aylantirish, zamonaviy eko-axborot texnologiyalari bilan jihozlash hamda turizm infrastrukturasini zamonaviy talablar asosida shakllantirish bo'yicha ishlarimiz olib borilyapti. Oldimizga katta reja oldik. 2025-yilda 2 million 100 ming mahalliy va 600 ming xorijiy turistlar oqimi yo'lga qo'yiladi. Xizmatlar eksporti esa Qashqadaryo viloyatida 120 million dollar miqdorida jalb qilinadi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan yig'ilishda berilgan har bir topshiriq ijrosini Qashqadaryo viloyatida so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz.